Honda CBF 600S mototsiklimiz. Bu yerda Honda CBR 600 motori qo'yilgan, faqat buni ko'rinishi Sport Turist, unisi esa Sport. Buni motori ancha bo'g'ilgan, ancha o'zini bosib qo'yishgan motorda. Bu yerda esa ochiqchasiga sportivniy mototsikl. Buni men как novichoklarga maslahat bera olaman. Kimni уже mexanikada opiti bo'lsa mashinada yokida ikkinchi mototsikl sifatida ham zo'r maslahat bo'ladi sizlarga. Maksimal tezligi 220. Bu unaqa agressivniy mototsikl emas, 0 dan 100 gacha 4,5 sekundlarda muncha xatolaringlarni kechiradi va Honda motorlarini bilasizlar, o'zingizlar uncha-munchaga buzilmaydi. Bu mototsikl 2004-yil 2011 gacha chiqarilgan. Probkalarda, trassalarda o'zini juda ham zo'r his qiladi. Agar ozgincha opit yig'ib olsanglar, bu mototsikl ham sizlarga yengildek tuyuladi. Bu yerda agar ahamiyat bergan bo'lsanglar, vilkasini mana bu yerda vilkasi teparoqda turibdi. Bir xil mototsikllarda mana bu bo'ladi. Ular yumshoqroq yuradi. Bunisi sal ходовой qattimroq. Bu yerda 4 ta silindr, водяное охлаждение. Buni vesi 200 kilodan oshib bo'lsa ham o'zimni velosiped haydagandek his qildim. Upravляемости juda ham yengil. Xo'p, tormozlarga keladigan bo'lsak, unaqa sport mototsikllarga o'xshab yaxshi emas, lekin 77 ta ot kuchi uchun va bunaqa go'da uchun juda ham yaxshi tormoz bo'lib hisoblanadi. O'sha ovozi chiqyapti, kolodkalarni diski ishqalaganligi sababli ularni ham almashtirib olish kerak. Peredachalari 1dan 2ga 2dan 3ga juda ham yengil o'tyapti, neytralniga srazu tushyapti. Menga shu joylari yoqdi. Hozir endi buni ozgincha ko'chaga chiqib, trassaga chiqib test qilib ko'ramiz. Stokovый glушитель tursa ham, lekin ovozi juda ham приятный. Kimdirlarga shunaqa ovozsiz mototsikllar yoqadi. Buni yana qanaqa tomoni bor? Buni ikkinchi mototsikl sifatida maslahat beraman ko'proq. Nimaga desanglar, mana bu gazni bosasizlar-yu, 4000 оборотdan keyin уже нормальный his qilasizlar. Skorosti o'zini tempiga tushib oladi bu mototsikl. Probegi почти 61 ming, lekin unaqa buzilgan joylari yo'q. Mototsikl 2004-yilniki bo'lsa ham bunga 10 dan 10 baho beraman. Hondalarning yana nimalari yoqadi? Mana bitta farasi blижний bo'ladi, ikkinchisi dalniga ishlaydi. Ko'plar aytadi, ikkinchi fara ishlamayapti deb. Yo'q, bu dalniniki. Shu joyi menga juda ham yoqadi. Hondalarning oddiy qilib aytganda motori, переключатель korobkasi va farasi ko'proq yoqadi. Mototsikl zo'r, gap yo'q. От души sizlarga maslahat beraman. Naqa yangi Xitoy olamanmi yoki eski Yaponni olamanmi desanglar, yaxshi состояниеda lучше eski Yaponni olganinglar yaxshi deb o'ylayman.